Ya aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Dastlab sizga? Yo'q, aka. Bir yo'q demasangiz yaxshilik qilmoqchi edim. Qanaqa? Sizga boshdan oyoq kiyim qilib bersam. Savob uchun. Yo'q, mengami? Ha. Savob uchun aka. Yo'q aka, rahmat. Meni dastavkalarim bor. Aka, ish vaqtingizni pulini ham o'zim beraman. Mana mana shu do'kon bor, o'sha yoqqa kiramiz, xo'p? Qani yuring aka. Yo, xijolat bo'lmang. Yuring. Mana aka. Yaxshi kunlarga kiying. Yo, savob uchun aka, savob uchun. Aka, yaxshi kunlarga kiying, mayli. Rahmat sizga. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Mana aka, hamma kiyimlaringiz. Aka, rosa xursand bo'ldim. Rahmat. Ya, salomat bo'ling. Baraka toping. Rahmat. Dunyo turguncha shuring. Salomat. Rahmat. Yo. Bizani syomka qilyapti. Hey. Yo, aka, to'xtang. Allo? Bo'ldi. O'zingizni bosing, bu o'zimizning bola. Instagramda obunachilarimiz bor. Shunga yaxshilik, ibrat bo'lsin deb video qo'yamiz. U yigit Ha. hozirgi ishlani. Hech xijolat bo'lmang. Aka, kechirasiz-ku. Bu qilgan ishingiz savob yig'ish uchunmidi yoki like yig'ish uchunmidi? Savob uchun albatta aka. Sizga bu kiyimlar. Mana hozir manfaatlar ustiga qurilayotgan bir dunyoda bitta bo'lsa ham yaxshi inson qopti deb xursand bo'lib yurgan ekanman. Aka, bir og'iz o'zimdan so'ramamsiz-da. Men balkim syomkaga tushishni xohlamasdirman. Qarindosh urug'im ko'radi. Farzandim ko'rib qolsa-chi? Otam qiynalib ishlab yurgan ekan demaydimi? Bekor qildingiz aka. Mana Xudoga shukr, oyoq qo'lim butun, tirikchiligim bor. Halol mehnat qilib oilamni boqib yuribman. Akajon, oling. Shu narsalarni hisob qo'ying, menga kerak emas. Aka, savob uchun qilganman, oling. Aka. Mana yoki o'sha obunachilaringizni aldarsiz. Lekin Xudoni aldolmaysiz.